Bir rassom go'zal rasm chizdi va uni ko'pchilik ko'radigan joyga qo'yib, sinamoqchi bo'ldi. Rasmni qo'yib tepasiga yozib qo'ydi. Kimda-kim bu rasmda ozgina bo'lsa-da kamchilik ko'rsa, ustiga qizil qalam bilan belgi qo'ysin. Kechqurun kelib qarasa, rasm qizil bo'yoqqa to'lib ketgan. U ustozi yoniga borib, rasmdan voz kechmoqchiligini aytadi. Yo'q deya ustozi, yaxshisi sen iborani o'zgartir. Kim rasmda kamchilik ko'rsa, uni tuzatsin deb yozib qo'y, deb maslahat beribdi. Rassom ustozining aytganini bajardi. Buni qarangki, oradan bir necha kun o'tsa-da, rasmda hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Shunda ustozi, ko'rdingmi? Bu hayotda xato topadiganlar ko'p, biroq shu xatoni tuzatadiganlar, isloh etadiganlar juda kam, deb shogirdiga nasihat qilibdi.